G'aznaviylar. Mamlakatda vujudga kelgan og'ir davrda Somoniylar davlatidagi turk hojiblardan iborat saroy qo'shinining siyosiy nufuzi nihoyatda kuchayadi, chunki harbiy va mudofaa ishlari to'la ular qo'lida edi. Turkiy sarkardalarning xizmatlari evaziga Somoniy amirlari aksariyat iqtidorli lashkar boshlarini Hojib-ul-Hujob yoki Hojib-ul-Buzruq kabi oliy harbiy mansablarga tayinlaydi. Ularga hatto ayrim viloyatlarni boshqarish huquqi beriladi. 962-963 yillarda G'azna viloyatini Alptegin noib va lashkar amiri sifatida boshqargan. U G'azna va Qobul viloyatlarini mustaqil idora etishga intilib, G'aznaviylar davlat boshqaruvini qo'lga oladi. G'azna shahri davlat poytaxti bo'ladi. Silola nomi saltanatning poytaxti G'azna shahri nomidan olingan. G'aznaviylarning siyosiy nufuzi Sabuktegin davrida ortib, Somoniylar tomonidan e'tirof etilgan. Sabuktegin asli Sirdaryo bo'ylarida yashagan Barsxon turkiy qabilasiga mansub bo'lib, yoshligida asir olinib, so'ngra qul qilib sotilgan edi. Somoniylar turkiy qo'shini boshlig'i Alptegin uni o'z qaramog'iga olgan. Somoniylar davlatining turkiy askarlar qo'shinida xizmat qilgan Sabuktegin G'azna va uning atroflarini Somoniylar noibi sifatida boshqaradi. Bu vaqtga kelib, Somoniylar sulolasi inqirozga yuz tutib, Sabuktegin rasman noib bo'lsa-da, aslida o'zini mustaqil hokimdek tuta boshlaydi. Shijoatkor sarkarda Sabuktegin dushmanlarga qarshi kurashda Somoniylarga yordam berdi va davlat din himoyachisi degan sharafli nomga sazovor bo'ldi. Sabukteginning o'g'li bo'lgan Mahmud G'aznaviy davrida davlat hududi kengayadi. Mahmud G'aznaviy Xurosonni butkul Somoniylar davlatidan ajratib oladi. Uning davrida G'aznaviylar davlati Sharqning eng qudratli davlatlardan biriga aylangan. Bag'dod xalifasi Mahmud G'aznaviyga musulmon davlatning o'ng qo'li va millatning omonligi degan faxriy unvon va Xuroson hokimligiga yorliq, bayroq va nog'ora yuboradi. O'z navbatida Mahmud G'aznaviy ham Abbosiylar xalifasini rasman tan olib, uni payg'ambar avlodi sifatida qadrlaydi. Bu esa Mahmud G'aznaviy davlatining to'liq mustaqilligidan darak berar edi. 1006-1008 yillarda Qorixoniylar Xurosonga bostirib kiradi. Mahmud G'aznaviy Xurosondan Qorixoniylarni haydab chiqaradi. 1017-yilda Mahmud kuyovi Xorazmshoh Mamun ibn Mamunga uyushtirilgan suiqasddan so'ng shu yilning bahoridan Xorazmga yurish qiladi. Xozarast yonidagi jangda Xorazm qo'shinini mag'lubga uchratadi. Xorazmdan ko'plab boyliklar bilan birga fan va madaniyat arboblari ham G'aznaga ko'chib keltiriladi. Ular orasida buyuk olim Abu Rayhon Beruniy ham bor edi. Mahmud G'aznaviy Hindiston va boshqa yurtlardan olib kelingan o'ljalarni ko'p hollarda obodonchilik hamda qurilish ishlariga sarflagan. Jumladan u G'aznada ilk davlat madrasasini ochib, unga noyob qo'lyozmalarni to'plagan. Bundan tashqari jome masjidi, ulkan suv to'g'oni va necha inshootlar barpo ettiradi. G'azna tez orada Sharqning eng go'zal va obod shaharlaridan biriga aylanadi. Mahmud G'aznaviyning o'zi turkiy, arab, foris tillarini mukammal bilgan, she'riyatdan xabardor bo'lgan. Beruniyning eng sara asarlari ham G'aznada dunyoga kelgan. U sulton bilan ko'pgina yurishlarda ishtirok etgan. Beruniy bilan sulton o'rtasidagi munosabat iliq bo'lgan. Olim Mahmud G'aznaviy vafotidan keyin ham G'aznada to umrining oxirigacha, ya'ni 1048-yilga qadar yashab qolgan. U G'aznada rasadxona ochib, shogirdlarga dars bergan, unumli ijod qilgan. Mahmud G'aznaviy buyuk olim Abu Ali ibn Sinoning ham o'z saroyida xizmat qilishini xohlagan. O'z vaqtida Xorazmshoh Mamundan boshqa olimlar qatorida uni G'aznaga yuborishni talab qilgan. Shu bois Gurganchga elchilarni ham jo'natgan edi. Lekin Masixiy va Ibn Sino Sulton Mahmud G'aznaviy saroyida xizmat qilishni istamay, Xorazmdan chiqib ketishga qaror qilishadi. Mahmud G'aznaviy Ibn Sinoni o'z saroyiga jalb etishga ko'p uringan. Hatto uning siymosini qog'ozga ko'chirtirib, qanday qilib bo'lmasin, uni topib keltirishga farmon bergan. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Mahmud G'aznaviy ilm-ma'rifat homiysi sifatida o'z saroyida 400 dan ortiq olimlar va san'atkorlarni to'plab, ularga ilmiy va ijodiy izlanish uchun sharoit yaratib bergan. Sharq allomalarining asarlarida Mahmud G'aznaviy adolatli va fuqaroparvar podshoh, dushmanga nisbatan shafqatsiz sarkarda sifatida tasvirlanadi.